anjumanni o'tkazishga asos bo'lgan nimalardan bittasi mana shu 5-mart bugun 1 oy bo'ldi. Prezident Senatda korrupsiya masalasini qattiq gapirdi. Mana shundan keyin qanaqadir bir jonlanish paydo bo'lganda, shundan keyin 5-martdan avvalroq paydo bo'ldi lekin. Ha, ya'ni demoqchi bo'lganimki, o'shandan beri bundoq qarang, matbuotga qarang, jamoatchilikka qarang. Aytaylik, masalan, bugungi jamoatchilik ichidagi gap so'zlarga qarang. 5-martdan beri nima o'zgardi? O'zgardi. Fahmlayapsizlar, bilmayapsizlar, xizmat mashinalari o'zgardi. O'sha nima deydi? Men hozir qo'limda faktlar bor, bu haqida ham gapiraman. O'sha haligi o'tab bo'lgan, nimalarni o'tab bo'lgan mashinalar juda arzon arava narxlariga sotilib, o'rniga yangi haligi taxoy degan bir har xil mashinalar olib keladi. O'shandan ya'ni demoqchi bo'lganimki, korrupsiyaning mohiyati aytaylik qancha ko'p gapirilsa, bizning qulog'imizga shunchalik ko'p singib kelyapti. Ya'ni korrupsiya masalan o'sha aytaylik biz totalitar deb hisoblaydigan 2000-yillardagidan ko'ra juda ham katta miqdorda o'sdi. Mana bugun matbuotni o'rni haqida mana menga gapirishni iltimos qildingiz. Men o'zi bir prezentatsiya qilib kelib, qanaqadir bir haligi slaydlar qilib, boshqa narsalar haqida qilmoqchi edim. Qarasam bunaqangi narsalarni men o'zim zerikdim misol. Nima uchun? Bir oyda 5 marta, 6 marta korrupsiya haqida yig'inda gaplashamiz. Kompleks nazorat deymiz, u deymiz, bu deymiz, davlat xaridlari deymiz, unda qiladirmiz, bunda qiladirmiz deymiz, lekin korrupsiya oshib ketyapti. Darajasi oshib ketyapti. Gapirmaslik kerak. Yo'q, ha, mana masalan, shuning uchun bir xil narsalarni gapirib odamlarning etini o'ldirasiz. Masalan, bugun siz boya yuqorida aytdingiz, boya 1 million dollar pul olibdi, yoki bo'lmasa 10 million dollar pul olibdi degan narsa oddiy holat bo'lib qoldi. Hatto jurnalistlarga ham qiziqtirmay qoldi. Mana Yunusobodda hozir o'shaligi 3 million AQSh dollari uyidan chiqqan zam hokimni sudi ketyapti. Biroq 5 dan kamini yozmayapti. Ya'ni mana sizlar buzyapsizlar o'zi asli. Chunki sizlar 5 dan kamini yozmay qo'ydinglar. Korrupsiyaning darajasi mana shunday qilib oshib ketdi. O'tgan yili Zangiota tumani o'sha davlat xizmatlari markazini bitta xodimi 24 million dollar pora so'radi degan davlat xavfsizlik xizmatining axboroti chiqdi. Endi masalan, Ilyos, bilmadim sizni, lekin men 24 million dollar tasavvur qila olmayman. 24 million dollar qanday qilib olish mumkin? Uni agar kartadan kartaga o'tkazib olmasangiz, uni unaqangi haligi kupyura ko'rinishida yoki bo'lmasa qopga solib, boshqa qilib olib kelish juda ham qiyin. 24 million dollar. Uni masalan esga boram, budaqqaligi nima deydi? O'zini bir 2-3 ta yordamchilarni chaqirib sanaydigan pulda bu. Bu sizga qiyin-da, sizga qiyin. Ha, to'g'ri. Yana aybdor o'zimiz. Bizga qiyin ekan, haqiqatan osonlar bor. Mana shu osonlari hisobiga. Masalan, jurnalistika deyapmiz, ommaviy axborot vositalarida nima deyapmiz? Korrupsiyaga qarshi kurashdagi o'rni deyapmiz. O'rni qanaqa o'zi? O'rni. Jurnalist o'zi qaddini ko'tara olmayapti. Jurnalist o'zi og'zini ocha olmayapti. U qanday qilib korrupsiyaga yordam beradi misol? Aytaylik. Siyosiy korrupsiya haqida bitta misol, bu tadbirni tashkil qilish ham oson bo'lmadiki, har tomondan qo'ng'iroqlar, har tomondan kelayotgan mana davlat muassasalaridan keladigan mutaxassislarni to'xtatib qolish, tadbirga bormaysan deb biz eshityapmiz, endi ochiq aytishimiz kerak. Mana shunaqa bu tadbirni o'zini tashkil qilish oson bo'lmayapti bizga. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, hamma tadbirlarimizda kelib qo'llab turishlaring kerakki, bu mediani o'ziga ham katta quvvat, kuch bo'ladi.